Hududda obodonlashtirish ishlari muntazam ravishda amalga oshiriladi. Aholining toza ichimlik suviga bo'lgan ehtiyoji ham xizmat ko'rsatish obyektlari faoliyati natijasida namunali darajada yo'lga qo'yilgan. Xususan, Mahmud Tarobiy kichik sanoat zonasidagi suv filtrlarini ishlab chiqarish loyihasi aholining ushbu mahsulotlarga bo'lgan talabini qondiradi. Bugungi kunda yirik sanoat korxonalariga suv filtrlari o'rnatib beryapmiz. Bunga misol Qarshi davlat universitetiga talabalar uchun sutkasiga 300 kubdan ziyod suvni filtrlab, sifatli suv yetkazib beradigan uskunamizni o'rnatib berdik. Navoiy azot korxonasiga 100 tonna soatiga suvni filtrlaydigan uskunalarimizni o'rnatib berdik. Petrochem qo'shma korxonasiga ham soatiga 28 tonnalik suv filtrlari o'rnatib berganmiz. Buni juda ko'p misollar keltirishimiz mumkin. Kelajakda qiladigan rejalarimizda qisqacha aytadigan bo'lsak, korxonamizni kengaytirish niyatimiz bor. Yaqinda yangi yoshlarni ish bilan ta'minlash maqsadida o'zimizda rejalarimiz bor. Shu rejalar ustida ishlab, xudo xohlasa yaqin kunlarda 5 tadan 10 tagacha yoshlarni ishga qabul qilish niyatimiz bor. Bu suv filtrlarini asosan biz ichki bozorga va tashqi bozorga sotyapmiz. Tashqi bozordan MDH davlatlaridan Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston davlatlariga eksport qilib kelyapmiz. Kelajakda eksport salohiyatini ham oshirish maqsadida yangi shartnomalar tuzib, Rossiya davlatlari bilan hamkorlik qilish niyatimiz bor. Har bir insonning orzusi baxtli, tinch va farovon hayot kechirish. Dadil odimlab borayotgan Kogon shahri va halol mehnati ortidan rizq ro'zini terayotgan Kogon shahri aholisining bugun qaynoq hayotidan sizga bir parcha ilindik xolos. Hali barmoqlarimiz bilan sanarli anchagina jihatlar bor. Ammo biz bugun mana shu yuksalishlarni, rivojlanishlarni tasvirga olar ekanmiz. Ko'nglimizda bir gap. Kogon shahri bugun farovonlik sari odimlab emas, dadil yugurib, yelib bormoqda. Kogon shahri hali bizni yana chorlaydi.